Sizlar hammanglar kurermisizlar? Ha, Yandex dastavkada ishlaysizlar. Nechtasizlar? Tak. 1 2 3 4 5 11 tami? Qayerdansiz? To'g'risini aytsam, O'zbekistonlik Amirxon degan bloger bor, mana Instagram profiliga yozadigan. Shu bola to'g'risini aytsam umuman yoqmasdi, yoqmaydi ham haligacha ham. Kontentlar vashim. Chunki bunaqa yaxshi kontentlar to'g'risi kontent qilmaydi. No, lekin bitta ishidan keyin bu bolani hurmat qildim. Lekin uni profilini обязательно ko'raman degani emas. No, mana shu videosidan keyin mana shu bolaga respekt, hurmatim oshdi. Mana shu hozir Moskvaga kelibdi, Moskvada dvornikda ishlayotgan yoki dastavkada ishlayotganlarni mana o'zini hisobidan choyxona, poyxona qilib, qo'llariga 1-2 so'm berib, shunday qilib videorolik olibdi. Unishiga respekt. Mana shu videorolikni ko'rsangiz, qanaqa video bo'lganini bilib olasizlar. Videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman va kanalga obuna bo'lishni unutmangizlar. Aka, assalomu alaykum. Qayerdansiz? O'zbekmisiz? O'zbekman. Qayerdan? Qashqadaryodan. Qashqadaryodamisiz? 70-75 legenda. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi? Olmanglar, sovuq emasmi? Assalomu alaykum. Chiqing. Tepaga chiqaylik. Kelaman, O'zbekistondan keldim. Blogerman. O'sha o'zbekistonlik, tojikistonlik vatandoshlarimiz sizlarning holinglardan bir xabar olgan deb kommentariy yozishgani uchun men kelganman. Telefonni ushlab turing. Telefonim 1 minut shunda ushlab turing. Mana menga kofe ichasiz, xo'p? Rahmat. Mana sizga. Pulingiz ko'paysin. Sizga. Vatandoshlarimizga rahmat deb qo'ysanglar bo'ldi. Bir yarim soat vaqtinglarni yana olaman. Vaqtinglar bormi? Zakazim bor. Zakazingiz bormi? Zakazim bor, lozim bor. Yarim soat vaqtinglar Siz qaytib kelamiz. Qanchada kelasiz? Yarim soatda kelamiz. Yarim soatda kelasizmi? Kamerada hozir sizni butun O'zbekiston xalqi ko'ryapti. Ularga bir salom deb, rahmat deb qo'ysangiz bo'ldi. Shunday. Rahmat. O'zbekiston xalqiga rahmat. Vatandoshlarga. Vatandoshlarga rahmat. Ishlayapmiz, sovuq, lekin qor yoqqan, sovuq. Ishimiz qiyin, lekin ilojimiz yo'q. Oila boqish kerak. Oila boqish, farzand boqish kerak, uy olish kerak. Shunday. Men mayli buni qachon olaman? Omon bo'ling. Aka, sog' bo'ling. Asabchi kurer akalarimizga hozir Unuk va choyxonada dasturxon qilib qo'yganmiz. Men telefon qilib ularga yetib qo'ydim. Hozir kutib olishadi. Sizlarni salominglarni yetkazdim. Shu videoga bitta dona like bosib qo'yinglar. Sizlarning har bitta bosayotgan laykinglar 10 ta insonga yetib boradi. Ko'proq odamga yetib borsa, biz bunaqa ishlarni ko'pini qilamiz. Sizlar hammanglar kurermisizlar? Ha, Yandex dastavkada ishlaysizlar. Nechtasizlar? Tak. 1 2 3 4 5 11 tami? Qayerdansiz? Andijondan sizchi? Tojikistondan. Tojikiston Bapesh. Tojikiston. Tojikiston Bapesh. Sizchi? Toshkent. Toshkentdan. Siz? Farg'ona. Ha, Farg'ona. Sizchi? Jizzax. Andijondan. Chinozdan. Qanilar Qashqadaryolik brat? Ha, zakazdanmilar? Akalar bir 15 minut, bir yarim soat vaqtinglarni olamiz. Hozir choyxona bunukiga kirib, dasturxon qilib qo'yganmiz. Ozgina ovqatlarni yeysizlar, issiqqina ovqatlar tayyorlangan. Keyin bemalol ishinglarga chiqib ketaverasizlar. Xo'p? Davay, kelinglar.